Men kelajakni ko'rdim va u harakatchan. Bu so'zlar Lincoln Stephensga tegishli. Bolsheviklar Rossiyada davlat to'ntaruvini amalga oshirib hokimiyatni qo'lga olishadi. Oqlar va qizillar o'rtasida fuqarolar urushi boshlanadi. Angliya, Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlari oqlarga yordam berish uchun harbiy kuchlarini jo'natishadi. Qizillar g'olib chiqqach, ular o'zi nimani istashini va maqsadlari nima ekanligini bilish uchun Lincoln Stephens Moskvaga jo'natiladi. Stephens Sovetlar Rossiyasida revolyutsion hukumat evolyutsion dasturlarni amalga oshirayotganligi guvohi bo'ladi. Bolsheviklar qurayotgan jamiyatdan shu darajada hayratlanadiki, qaytib kelib yuqoridagi kelajak to'g'risidagi fikrni gapiradi. 1924-yilda Lenin vafot etadi. 1927-yilda hokimiyat Stalinga o'tadi. U tezda sanoatlashtirishni boshlaydi, birinchi 5 yillik reja tasdiqlanadi. Stalin o'ylab topgan iqtisodiy o'sish aslida juda murakkab bo'lmagan. Qishloq xo'jaligidan undiriladigan soliqlar hisobiga davlatning topshirig'i bilan sanoatni rivojlantirish boshlanadi. Ammo kommunistlarning soliq tizimi mukammal bo'lmagan. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri soliqqa tortish o'rniga Stalin yerga bo'lgan xususiy mulkchilikni bekor qilib, dehqonlarni ulkan kollektiv xo'jaliklarga tashlaydi. Ularni esa kommunistik partiya boshqaradi. Bu esa Stalinga qishloq xo'jalik mahsulotlarini osongina tortib olib, zavodlarni qurayotgan ishchilarga yo'naltirish imkoniyatini beradi. Bunaqa siyosat falokatga olib keladi. Mehnat qilishga motivatsiya yo'q. Oziq-ovqat mahsulotlarining katta qismi olib qo'yilgan. Ocharchilik boshlanadi. Majburiy kollektivizatsiya jarayonida 6 milliongacha odam qurbon bo'ladi. 100 minglab insonlar Sibirga surgun qilinadi. Do'stlar, eslatib o'taman, ushbu video Mamlakatlar tanazzuli nomli seriyamizning 5-qismi bo'lib, mavzular to'liq Daron Adjimoglu va James Robinsonning Why Nations Fail, ya'ni Mamlakatlar tanazzuli nomli kitobiga asosan tayyorlangan. Kanalimga o'tib, playlistlar orasida Mamlakatlar tanazzulini toping va birinchi seriyadan ko'rib chiqing. Videoimni ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Bilasizmi, Rossiyada texnologik taraqqiyot Yevropa va Amerikanikidan ortda edi. Shuning uchun resurslarni shunchaki sanoatga yo'naltirishning o'zigina ulkan natijalar bergan. Albatta shunday bo'ladi. Axir Rossiyada feodalizmning so'nggi qoldiqlari faqatgina Birinchi jahon urushi boshlanishidan biroz oldinroq tugatilgan edi. 1928-yildan 1960-yillarda SSSRda milliy daromad yillik 6% ni tashkil qiladi. O'sha vaqtlar jahon rekordi. Va bunday o'sish texnologik yangiliklar hisobiga emas, shunchaki mehnat resurslari va davlat investitsiyalarini yangi zavod va fabrikalarga taqsimlab berish hisobiga amalga oshadi. G'arbda ko'plab olimlar SSSRni yaqinda dunyodagi eng rivojlangan mamlakatga aylanadi deb prognoz qiladi. Ammo siqib chiqaruvchi ekstraktiv institutlar uzluksiz iqtisodiy innovatsiyalarni ta'minlay olmaydi. Bunga sabablarni avvalgi mavzularda eslab o'tgandik, ya'ni iqtisodiy motivatsiya yo'qligi va elita ham qarshilik qilishi. SSSRda yagona innovatsion soha bo'lib harbiy sanoat saqlanib qoladi. Ulkan harakatlar hisobiga ular birinchi it Laykani va birinchi inson Yuriy Gagarinni fazoga uchirishsa, avtomat AK-47 mashhur harbiy mahsulotga aylanadi. Stalinning qattiq qo'l siyosati sababli rahbarlar biror bir qarorlar qabul qilishdan qo'rqib qoladi. To'g'rida, mabodo qabul qilingan qarorlar noto'g'ri bo'lib chiqsa-yu, buning uchun ularni otib tashlashsa. Shu sababli ular yaxshisi hech narsa qilmasdan iloji bo'lsa yuklangan majburiyatlardan ham qochishga harakat qilishadi. O'z ishini chin dildan halol bajarganlarning ahvoliga qarang. 1937-yilda aholi soni hisoblab chiqiladi. Stalin xohishiga ko'ra aholi soni 185 millionni tashkil qilish kerak edi. Ammo haqiqiy hisob-kitoblar 162 millionni ko'rsatadi. Bu ommaviy ocharchilik, o'tkazilgan kollektivizatsiya va repressiyalar natijasi bilan bog'liq edi. Hisob-kitobni qilganlar otib tashlanadi yoki Sibirga surgun qilinadi. Shundan keyin yana boshqa o'rganishlar o'tkazilib, bu safar tadqiqotchilar diktatorning niyatini to'g'ri fahmlab, aholi sonini 171 million etib hisoblab berishadi.
Albatta, Stalin insonlar mehnat qilishlari uchun ularga motivatsiya berish kerakligini ham tushungan va shunday ham qilgan. Masalan, yaxshi ishlaganlarni taqdirlash tizimi ishlab chiqiladi. 1930-yillarda reja bajarilsa, ishchilarga mukofot pullari berilgan. Bunday premiya pullari ba'zan oylikning 37% gacha yetgan. Ajoyib. Ammo bunaqa bonuslar texnologik innovatsiyalarni hech ham rag'batlantirmagan. Aksincha, teskari effekt bergan. Birinchidan, joriy topshiriqlarni bajarayotgan korxonalar resurslarini endilikda texnologiyalarni yangilashga yo'naltirsa, reja bajarilmay qolishiga va buning oqibatida bonuslar ham to'lanmasligiga olib kelishi mumkin. Lekin bundan-da muhimroq sabab bor. Bu yilgi reja o'tgan yili erishilgan rejaga nisbatan foizlarda ko'paytirilgan. Ya'ni o'tgan yili 100 ta qovush ishlab chiqarilgan bo'lsa, mana shu yili kelinglar ko'rsatkichni 25% ga oshiramiz deyiladi va endi siz 100 ta emas, 125 ta ishlab chiqarishingiz zarur. Buni tushungan korxonalar imkon qadar ishlab chiqarish sonini pastroq ushlab turishga harakat qiladi. Nega? Sababi 125 ta qovushni amallab yaratsa, kelasi yili reja yana 25% ga ko'tariladigan bo'lsa, endi 156 dona ishlab chiqarish talab qilinadi. Ishlab chiqara olmasakchi? Markazdan qo'yiladigan reja doim zararli bo'lgan. Agar reja tonnalarda belgilansa, unda temir listlar qalinroq tayyorlangan. Mayli, keling juda vahima qilmasdan biroz yumshatib gapiraylik. Listlar juda qalin bo'lib ketsa, unchalik e'tibor berishmagan. Nima farqi bor? Reja bajarilyapti-ku. Agar reja kvadrat metrlarda hisoblansa, unda list juda yupqa ko'rinish olishi mumkin. Texnologik yangiliklar uchun ham mukofot pullari berilgan. Ammo beriladigan mukofot pullari yaratilgan kashfiyotning foydasi bilan solishtirilsa, sariq chaqaga teng. Berilishi mumkin bo'lgan mukofot puli beriladigan ish haqqi pullarining ma'lum foizidan oshib ketmasligi kerak. Deylik 30% dan oshmasin. Shunday ekan, korxona samarasiz ishchilarni ishdan bo'shatishdan naf ko'rmagan. Nega? Qancha xodim ko'p bo'lsa, shuncha ish haqqi jamg'armasi ham ko'p bo'ladi. Ish haqqi hajmi ko'p bo'lsa, unga nisbatan ajratiladigan mukofot pullari ham ko'p bo'ladi degani. Ish haqqi fondi 100 so'm, mukofot pullari unga nisbatan 30%, ya'ni 30 so'm. Ikkita samarasiz ishchini bo'shatsangiz, ish haqqi fondi endi 90 so'mga qisqarsin. Demak, mukofot pullarining hajmi ham 27 so'mga kamayadi. Bo'shatib nima qildik? Undan ko'ra shu ikkisi amallab ishlab tursinchi, 30 so'mlik mukofot pulini ikki kishiga 15 so'm 15 so'mdan bo'lib beramiz. Six ham, kabob ham. Albatta, kommunistlar faqat shirinlik berib emas, balki qamchidan ham yaxshigina foydalanishgan. Biroq millionlab odamlar mehnat tartibini buzganligi uchun qamalishi-yu otilishiga qaramasdan, odamlarda qanaqadir olamshumul g'oyalar va innovatsiyalar paydo bo'lib qolmaydi. Har bir inson siyosiy va iqtisodiy jarayonlarda ishtirok etib, iste'dodlarini amaliyotga tatbiq etib, yangicha g'oyalarni taklif qilishlari mamlakat taraqqiyoti uchun juda muhim edi. Ammo bunga yo'l qo'yilsa, siyosiy hokimiyat o'z qudratini yo'qotgan bo'lardi. Haqiqatdan ham Mikhail Gorbachov siqib chiqaruvchi tartibdan biroz uzoqlashgan ediki, kommunistlarning hokimiyati to'satdan quladi. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.